Matrang degan yigitni eslaysizmi? 7 yil avval har yerda, hatto chekka qishloqlarda ham Meduza degan qo'shiq eshitilardi. U bilan nima bo'ldi va qayerga yo'qolib qoldi? Matrangning haqiqiy ismi Alan Xazaragov. U Vladikavkazda Osetiya oilasida tug'ilgan. 2016-yili Moskvaga ko'chib o'tadi, chunki musiqa bilan jiddiy shug'ullanmoqchi bo'ladi. 2017-yilda Matrang taxallusi bilan chiqish qila boshlaydi. Bu so'z vyetnam tilida oy degan. Uni omad taniy boshlashi 2018-yildagi Meduza qo'shig'i bilan bo'lgan. Qo'shig'i juda mashhur bo'lib ketadi. U Bastaning Gazgolder labeli bilan shartnoma tuzadi. Keyin karyerasi tepaga uchib ketadi. Albomlar, kliplar, mukofotlar, gastrollar hammasi bor edi unda. Lekin 2023-yil boshida juda og'ir voqea yuz beradi. Noma'lum odamlar uni Vladikavkazda o'g'irlab ketishadi. O'rmonga olib borib chalajon urib tashlashgan va buni videoga ham olishgan. Shu voqeadan keyin u Rossiyadan ketib Tailandga jo'naydi. U yerda odamlardan uzoq yashashga harakat qiladi va afsuski taqiqlangan dorilarga o'tirib qoladi. Hozir u 1,5 yildan beri shifoxonada ruhiy muammolardan davolanyapti. Uning singli Instagram sahifasida kamida 2 yilgacha chiqmaydi deb yozgan.